Bosh fikrlash jarayoni uchun javobgardir. Boshdagi og'riqlar, hissiyotlar va fikrlar o'rtasidagi nomuvofiqlik darak beradi. Odamni hissiyotlar egallab olganda, u aqlni yo'qotadi va keyinchalik javob berish kerak bo'lgan ishlarni o'ylamasdan qilishi mumkin. Keyin bu odamdan shunday deb so'rashadi: o'z aqling bilan o'yladingmi yoki boshqa birovniki bilanmi? Agar kimdir ahmoqlik va o'jarlik ko'rsatsa, uni kallavaram deb atashadi. Ba'zida umidsizlikka tushgan insonlardan quyidagilarni eshitishga to'g'ri keladi: men boshimni devorga uryapman, lekin baribir muammom hal bo'lmayapti. Bularning barchasi va boshqa ko'plab ikki ma'noli iboralar bizga bosh bilan bog'liq muammolarda aql va hissiyot o'rtasidagi nomuvofiqlikni aks ettirishi mumkin va ko'rsatadi.